mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun. Uyghur Akademiyasi ilim ma'rifat orqali millatimizning umumyuzlik gullanishini amalga oshirishni o'zining eng oliy g'oyasi va xizmat prinsipi qilgan asosda 2009 yili 9 oyda İstanbul'da kurulan bir xalqaroliq ilmiy jamiyatdir. Bu jamiyat yetib tugatsiz moddiy va ma'naviy qiyinchiliklarni yengib, izchil holda har xil ahamiyatli faoliyatlarni uyushtirib kelmoqda. Tamamen digidek öz a'zolarining fidokorligi va bir qism ilmsuyar qarindoshlarning yordami bilanla xolisona xizmatda bo'lib kelgan bu jamiyat qo'lga keltirgan natijalari orqali vatan ishi sirti bo'libmi vatan ishidagi keng xalqqa eng tonilgan va ularga eng kuchli ilhom bergan ilmiy jamiyatga aylangan bo'lsa, vatan sirtidagi olim ziyolilarning va ilm suyar o'quvchilarning bir-biri bilan uchrashadigan va fikr almashtiradigan birdan bir makoniga aylangan. Siz balkim Uyg'ur Akademiyasini texi bilmaydigan va hech qanday bir faoliyatiga qatnashib boqmagan bo'lishingiz mumkin. Undaq bo'lsa, qarang, bu hayajonli ko'rinishlarga, unutilg'isiz xotiralarga, hech qanday davlat va organning yordamiga tayanmasdan sonsizligan ahamiyatli ziyoratlarni elib berish osonmi? Mayli kim bo'ling, murakkab turmush qaynimida siz ko'rib o'ltirgan mushu unutilg'isiz kartinalarning butunlay xolisona emgak va to'xtovsiz fidokorliklarning mas'uli ekanligini o'ylaganingizda akademiya hay'at a'zolariga va ularni qo'llab-quvvatlagan barliq vatansuyarlarga opirin demay turolmaysiz albatta. Hammaylar obdan biladigan shundoq bir haqiqat borki, mayli qaysi shaklda bo'lsin, vatan millat uchun xizmat qilishda to'solg'ular intayin ko'pdir. Bu ish to'limi jafoliqdir, charchatqusidir. Uyg'ur Akademiyasimi son sanoqsiz sinoqlarga, etib tugatkusiz moddiy qiyinchiliklarga, ro'yi besimlarga duch kelgan bo'lsa-mu, akademiya hay'at a'zolari ümidsizlikni o'ziga yot bilgan. Oxirgi nishon uchun qilchi tavranmas qaysar ruhi, sabr toqati, ajoyib fidokorlik bilan har qanday ahvol ostidami ishkilanmasdan o'z yo'lini davom qildi. Hatto jafo mushaqqatlarni tajriba savodga aylantirib, barliq akademiya hay'at a'zolari bir niyat bir maqsadda kelgusi nishonga texnik kuchli qadamlar ilishga boshladi. Faxrlanarlik bir ish va nima degan zo'r kuch ha? Aslidimi shundoq. Biz Uyg'urlar hargiz ojiz emas. Uyg'urlarning akademiyasi bo'lgan Uyg'ur Akademiyasimi hargiz ojiz emas. Xuddi har qanday yo'g'on bir tub chinar daraxtiningmi bir tol urug'dan o'nib chiqqanidek, har qanday qattiq toshnimi yerib chiqadigan tavranmas iroda bilan o'z kuchimizni birlashtirsaklar, hamon bir kuni o'z tilimiz, tariximiz, dinimiz, madaniyatimizni cho'nqirlab tadqiq qilib, o'z qalamimiz bilan dunyoga e'lon qiladigan butun bo'limlarga va hatto Uyg'ur universitetigacha ega bo'lgan haqiqiy ma'nodagi Uyg'ur Akademiyasini cho'qim qurib chiqa olamiz. Bugungi bu uchrashishimiz aslimalardan mangu o'chmaydigan tarixiy ahamiyatli bir uchrashish bo'lib qolg'usi. Deryası ve hayvat uzun gelsen ipip asırlar boyu ünsüz yaş döken dertli kanamni
esirdi kuyim. Zarafşan deryası Hayva derya Çüşlerim o sen ayan Anam sütüdek Diklim cismimden Söygürmetin kalbimde ayan Zarafşan deryası kadimi derya Kullar yasap aksan hayvan Zarafşan deryası kadimi derya Aksan şerifler yüzünü pav